Assalomu alaykum, hurmatli YouTube shinavandalari. Men sizlarga bugun mana bu yangi inkubatorni taqdim qilmoqchiman. Mana конечно, internetda bor, har xil tillarda so'zlangan, lekin nastroykalarga ba'zi bir odamlar tushunmayapmiz, tushuntiring degan savollar ham bo'lib turibdi. Shunda o'zim sizlarga yotug'i bilan tushuntirishni qaror qildim. Qarangizlar, mana bu shnur pitanyasi, tokka ketadigan pitanya. Mana bu vxod, svet o'chgan payti akkumulyatorga ulanadigan shnur. Shnurni qo'yib akkumulyatorga ulasak bo'ladi. Keyingisi, bunda mana bunday 5 ta knopkasi bor, 5 ta knopkasi bor. Birinchisi set. Bu set knopkasida buni ham yotug'i bilan tushuntiraman. Set knopkasida buni vlajnostni, tuxumni, namlikni, kunlarni o'zgartirish anavsi bor. Rejimlari bor. Plus minus ko'paytirish, kamaytirish. Mode bu, mode degani nima degani bu? Mana bu yerda, mana bu yerda hozir menda avtomat rejim turibdi. Bu yerda tovuqni rasmi, o'rdakniki, g'ozniki, bedananiki, mana bu esa sesarkaniki. Shuncha tovuqlarni, shuncha parrandani nastroyka rejimi bor. Mana bu moda degan knopka bilan nastroyka rejimni ishlatsak bo'ladi. Например, tovuqqa qo'ysak, menda hozir tovuqning tuxumi, tovuqqa qo'ysak agar, tovuqqa qo'ysak, uni avtomat ravishda o'zini nastroykasi, ya'ni o'zini mexanizmlashtirilgan nastroykalari bu yerga chiqadi. Lekin u narsa menga to'g'ri kelmagani uchun men ruchnoy nastroyka, ya'ni Android rejimini tanladim. Bu Android rejimda xohlasangiz namlikni, xohlasangiz gradusni, xohlasangiz tuxumni aylanish soatini o'zgartirishingiz mumkin. Shuning uchun men Androidni tanladim. Mana bu knopka, mana bu hayat, bu issiqlik degani, issiqlik pechkasi normalniy ishlayapti degani. Mana bu 3 ta yashil ishlayapti. Bundan tepasi agar ishlasa, demak issiqlik ishlab chiqarishda nimadir muammo bor degani. Bundan tepasi ishlasa. Bundan keyingi mana bu yerda tomchi knopkasi bor. Tomchi svetchasi yonsa, demak vlajnost yo tushib ketdi, yo ko'tarilib ketdi. Hozir menda vlajnost tushgan, lekin tomchi hali yonmadi. Bu qachon yonadi? Qachonki 5 gradus tushsa, например, 45 avtomat qo'ygan bo'lsam agar, bu 40 gradusga tushganda tomchi rejimi yonadi. Har zamonda pechka o'chadi, chunki pechka ham dam olish kerak. Ichkarida hamma vaqt ishlayversa, issiqlik oshib ketadi. Undan keyin mana bu yerda undov belgichalik svetchasi yonadi. Bu qachon yonadi? Bu qachonki suv tushib ketsa, bir problema noto'g'ri ishlagan payti bu sizlarga xavf degan problemani ko'rsatadi. Xavf degan knopkasi. O'zbekchaga uncha yaxshi tushuntira olmayotgan bo'lsam kerak. Kimdir tushunmayotgan bo'lsa, uzr kechirasizlar. Mana bu yerda svetcha chirog'i, mana lampochkani knopkasi bor. Mana bu lampochka, mana yoqamizda mana degani, bu degani bizlarda avaskopimiz ishladi degani. Keyin mana bu yerda havoni, namlikni qo'lda buni qanday desam, rejimlashtirish. Isib ketsa ochasiz, sovib ketsa yopasiz. Endi bundan keyingi knopka. Mana setni bosamiz hozir. Setni bosdik. Bu gradus chiqyapti, to'g'rimi? Bu namlik. Tak. Endi 3 sekund bosib turamiz. 3 sekund bosib tursak, F1 chiqyapti. 120 minut. Bu minuta degani. Bu degani tuxumni aylantirish soati degani. Rejimni agar 120 minutni xohlamasangiz, plusni bossangiz ko'tariladi, minusni bossangiz pastga tushadi. Bu har necha soatda tuxum aylanish kerak degan knopkasi. Meniki 2 soatga avtomat qo'yilgan edi. Shu menimcha ham 2 soati yaxshi turibdi.
ko'p internetda ham shu 2 soatini ko'rdim. Manda boshqa inkubator ham bor, lekin bu 4 soatga mo'ljallangan. Tak. Keyingi setni yana 3 sekund bosib turamiz. Bu tuxumni soati chiqdi. Ana endi tuxumni necha sekund aylanish, bu minutasi aylanish sekundi. Men 15 sekundga qo'yganman. F2. Xohlasangiz 20 sekund bo'lishi mumkin, xohlasangiz 30 sekund bo'lishi mumkin. U xohishga qarab, kim qanday istasa. Yana 3 sekund bosib turamizda F2. Tak, F3 bu temperatura gradusi, ya'ni mana bu F1 hozirgi inkubatordagi gradusni ko'rsatyapti. Bu 41. Bu hozirgi inkubatordagi gradus 41 bo'lgan. O'shani ko'rsatyapti bizlarga. Undan keyin hali yana kunimiz bor. Tak. F2 3 4 tak 5. Mana bu inkubatordagi tuxumlarni qo'ygan kuningiz. Buni ham plus bilan ko'tarasiz, minus bilan tushirasiz. Endi men sizlarga yana yotig'i bilan tushuntiraman. Tak, svetini o'chiramiz. Mana bu 12 kun. O'zida ham yozib qo'yibdi. Days. Mana bu 12 kun. Demakki, bizning tavug'imizning tuxumlari 12-kun inkubatsiya qilinyapti. Har 24 soatda o'zi avtomat ravishda kunni qo'shib boraveradi. Bunisi boya aytib o'tganimdek tuxum aylanishining soati. Qancha soatda, har qancha soatda tuxum aylanadi. Bu mana bu gradus, bu влажность. Buni bizlar inkubatorning miyasiga mana shu issiqlikni va mana shu namlikni ushlab tur deb buyruq beramiz. Inkubatorimiz shu namlikni, shu issiqlikni ushlaydi. Undan past bo'lsa agar bizga signal berib, mana hozir men suv solmayapman. 5% tushgandan keyin o'zi avtomat ravishda namlik bu yerda svechasi yonib qolish kerak. Mana bu, mana tuxum aylanadiganni anavisi. Buni inkubatorni uchirgan payti polностью buni ham ko'rsatadi. Hozir inkubatorni uchib, tixib ko'rsataman. Mana bu uchirilgan holat. Bu esa yongan holat. Yongan holatda birdan hamma nastroykasini birdan ko'rsatdi. Qancha tokdan tiqib chiqarsalaringiz ham, mana bu zavodskoy nastroyka, bizlar bunga buyruq bergan nastroyka, bizlar nastroy qilgan nastroyka, bu buzilmaydi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta qo'lchalari vверх qilamiz. Podpiska tugmachasini bosamiz. Salomat bo'linglar, xayr, omon bo'linglar.